Ayılda baqqali qilsam yumshoq chiqmayotdi, ko'ptirmayotman degan do'stlar, bugun sizlarga tafsiliy qilish usulini yeb keldim. Mush usul bilan qilsanglar cho'qim yumshoq o'xshab chiqadi. Ketalik materiallarni o'xshashlar ekran bo'yicha tayyor qilamiz. Endi qachimizga tuxum, shakar, sudarimizni selib ko'ptirib olamiz. Mening ishlatganim bundoq cho'ng dadanji, cho'shiji, sizlar odatda uyda ishlatadigan dadanjilarda ko'ptirib olsanglarmi bo'ldi. 15 minut atrofida ko'ptirimiz. Mushta oppoq holatga kelganda to'xtatib, suv may bilan asilimizni selib, yana ozroq aralashtirib. Endi jing'ib olgan suv bilan to'g'rib olgan yong'imizni selib, yana ozroq aralashtirib etgandan keyin ustiga jinglab tayyor qilgan unimizni selib, uni yaxshi aralashqicha buni yana birdan mandırib olamiz. Andan keyin lisimizni ustiga mushundaq may qog'ozlarni selib, baqqalarimizni to'kib bo'lgandan keyin qattiqroq payliq qilib, ichidagi ko'ngchi yallarni chiqarib. Endi ustiga shilib tayyor qilgan yong'oq mig'izimizni chetakchi chechib olamiz. Andan qizdirilgan duxovkamizga selib, 160 gradus, 170 gradus tanshab, 50 minut atrofida pishirib olsak bo'ldi. Mana baqqalarimizni pishib chiqdi. Shunchalik rangimi shunda chiroyli o'xshab ko'pab chiqibdi, ta'mimi bek payzi chiqibdi. Qilish usuli shunchalik oddiy, amsizlarni qo'l tutib sinab yiqqanlar, xayr xo'sh.